Hammaga assalomu alaykum. Bugun Melbet dasturdan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Kirganimizdan so'ng mana registratsiya tugmasi turibdi. Bosamiz. Bu yerdan 4 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Telefon raqami orqali, email orqali, через Google orqali. Bizlar mana birinchisida va'dani klikini bosamiz. Bu yerda summa turaversin. Promo kod degan joyiga F777 yozamiz. Yozganimizdan so'ng mana yerdan bonus ko'rsak bo'ladi. Casino va games o'yinlariga ko'proq bonus beradi promo kod. Biz Casino va games o'yinlariga qo'yamiz. Registratsiya. Mototsikl. Bizlarga o'z akkaunt ochildi. Keyin pastdan menyuga o'tamiz. Keyin tepada nastroyka bo'limi turibdi, undocha turibdi, o'shanga bosamiz. Keyin yana bitta shu odamchamasiga bosamiz. Keyin mana bu qalamchaga bosib, ism familiyamizni to'ldirib chiqamiz. To'ldirib chiqqanimizdan so'ng bu yerdan telefon nomer ulasak bo'ladi. Telefon nomer albatta oling, chunki pul kirgizish va chiqarishda oson bo'ladi. Noqulayliklar kelib chiqartirmaydi. Bitta pul o'tganingizda pul chiqarib bermasligi ham mumkin, agar nomerlar mana bu qalamchani ustiga narsalar to'ldirib chiqmasangiz. Keyin mana